Bu gal siz bilan hislarimizni ko'rib chiqamiz, kuzatishni o'rganamiz. Chunki hislarimizni hayotimizda tutgan o'rni juda ham katta va hislarimizni kim boshqarsa, bu shunga tengki hayotimizni ham shu holatlar yoki shu vaziyatlar yoki shu insonlar boshqaradi. Bizni hislarimiz odatda tashqi atrofimizga, bizni o'rab turgan olamga, bizni yaqinlarimizga, farzandimizga, oila a'zolarimizga bog'liq. Buni nimasi yaxshi emas? Hislarimizni nazoratini boshqalarga berib qo'yadigan bo'lsak, biz hech qachon o'zimizni hayotimizda bo'lmaymiz, o'zimizni hayotimizda yasha olmaymiz. Chunki siz bir quvonchli kunda, quvonchli holatda bo'lib turgan paytingiz, qaysidir yaqiningizni hayotida bir qiyinchilik bo'lib turgan bo'lsa, qaysidir yaqiningizni hayotida bir og'riqli holat bo'lib turgan bo'lsa, bu har qanaqasiga sizni quvonchli kuningizda shu quvonchdan maksimal darajada shu quvonchni his qilishingizga to'sqinlik qiladi. Bu yaqiningiz bilan bo'layotgan holat. Albatta, bizni yaqinlarimiz bilan bo'layotgan holat, bizni hayotimizda bo'layotgan boshqa vaziyatlar har bir his-tuyg'ularimizga ta'sir qila oladi. Buni juda qo'rqinchli yomon joyi yo'q, agarda bu qisqa muddatga bo'lsa. Agarda biz shu yaqinlarimiz bilan bo'layotgan holatga, tashqi atrofda bizni borlig'imizda bo'layotgan holatlarga chuqur kirib ketmaydigan bo'lsak, buni bizga ziyon tarafi yo'q. Lekin agar har safar biz yaqinlarimiz bilan yoki ish joyimizda deylik, farzandlarimiz bilanmi, turmush o'rtog'imiz bilan, ota-onamiz bilan ma'lum bir holat bo'lganida, ya'ni yoqimsiz holat, salbiy holat bo'lganida hayotlarida biz ularga qo'shilib, har safar shu salbiy hislarni his qiladigan bo'lsak, bu hislarni ong ostimizda turg'un holatga keltirib qo'ysak, har safar deganim bu masalan haftada bir bo'ladigan bo'lsin, oyda bir bo'ladigan bo'lsin, har safar ularda shu holat bo'lganida biz ular bilan shu holatga tushib, qisqa muddatga emas, balki kunlab shu haqida o'ylab siqilib yursak, bu haftalarga, oylarga cho'ziladigan bo'lsa, bizda bu holat, bu his-tuyg'u turg'un holatga keladi. Ya'ni ong ostimizga dastur bo'lib joylashadi. Va bu agar oila davomida davom etsa, уже bizga qaysidir yaqinimiz bilan shunaqa holat bo'lishini hojati qolmaydi. Bizda odat shakllanib qoladi salbiy his-tuyg'ularni his qilishga. Endi o'ylab ko'ring. Har safar atrofimizdagi insonlarni holatiga tushadigan bo'lsak va odatiy holatda ular quvonch his qilganida quvonchlariga sherik bo'lishimiz bu har doim ham bu qadar oson emas. Mabodo quvonchni his qilsak ham u qisqa bo'ladi. Lekin salbiy holatlariga tushishimiz, salbiy hislarni his qilishimiz bu uzoqroq bo'ladi negadir. Biz moyilmiz salbiy hislarni uzoq vaqt his qilishga, bu holatga chuqur kirib borishga moyilmiz va har safar har bir yaqinimiz uchun ularni salbiy hislariga qo'shilib shu hislarni qiladigan bo'lsak, bizni hayotimizda biz o'zimiz xohlagan his-tuyg'ularni his qilishga qanchalik vaqtimiz bo'ladi, qanchalik imkonimiz bo'ladi, qanchalik bunga qudratimiz bo'ladi. Va men har biringlarni o'zinglarni his-tuyg'ularinglarni kuzatishinglarni xohlagan bo'lardim. Iloji bo'lsa, buni bir daftar olib, bir hafta mobaynida, hattoki bir kunni o'zi ham yetadi. Ertalabdan kechgacha bo'lgan vaqt oralig'ida sizni hislaringizni nazorati kimda? Siz ko'proq qaysi hislarni his qilyapsiz va bu hislar aynan kimga tegishli, kimga bog'liq, kimga tobe bu hislaringiz? Farzandlaringizga tobemi
yoki taalluqli turmush o'rtog'ingizgami yoki ish joyingizgami yoki respublikagami yoki tabiatga yoki uyingizda bo'layotgan holatga yoki ishxonangizda bo'layotgan holatga buni bir kuzatib chiqing o'zingiz uchun va hislaringizni kimga bog'liqligini ko'rib chiqing. Uni nazorati, uni bog'liqlik qismi, uni tobeiligi kimda? Va ko'p holatlarda bu o'zimizga bog'liq bo'lmaydi.